Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'zimizni xonadonimizdagi shakarrang navli uzumlarimizni dastlabki xomtak jarayonlarini amalga oshiramiz. Dastavval shakarrang uzumi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, eng erta pishar uzum navlaridan hisoblanadi. Shakarrang uzumi Husayni, Damskiy, Rizamat, Mers kabi uzumlarga nisbatan 15 kun, 20 kun, 1 oy avvalroq pishib yetiladi hamda bozorlarga birinchi bo'lib chiqadigan uzum navi hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu yerda ikkita ratimiz shakarrang uzumi. Dastlabki xomtak jarayonlarini hozir ko'rsatib o'taman. Shakarrang uzumi ham qolgan barcha uzumlar singari xomtak qilinadi. Mana qo'shkaltak deyiladi bu ko'rib turgan joylaring. Xo'p, qo'shkaltagimizni nimjonini olib tashlaymiz. Baquvvat qoladi. Xuddi shu tartibda mana qo'shkaltak nimjoni olib tashlanadi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda ham ikkita qo'shkaltak nimjonni olib tashlaymiz. Qolganini mevagacha bo'lgan baklaridan olib chiroyli qilib tozalab qo'yamiz. Doriga tayyorgarlik. Ko'rib turibsizlar. Xuddi shu tartibda bu yerda ham mana ko'rib turibsizlar, qo'shkaltak bittasini olib tashlaymiz. Qo'shkaltaklarimizni olmasak ham bo'laveradimi degan savol tug'ilishi tabiiy. Albatta, olmasak ham bo'laveradi, lekin bu uzumning pishib yetilish davri uning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, keyingi yil uchun albatta uzum tuplarimizni charchatib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun albatta iloji boricha barcha qo'shkaltaklarimizni olib tashlaganimiz manfaatli hamda foydali bo'ladi. Xomtaklarimiz shu tartibda davom ettiriladi. Mevagacha bo'lgan barglari hammasi olib tashlanadi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu tartibda xomtak jarayonlarimiz yakunlangan qismi mana qo'shkaltaklarimiz olingan, mevagacha bo'lgan barglar olingan. Endigi navbat uzumlarimizni hasharotlarga qarshi kimyoviy dorilar bilan ishlayveramiz va undan so'ng uzumlarimizni ko'k navdalarini bog'lash ishlarini amalga oshiramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, salomat bo'ling.